qarang. Xo'p, sizga buni sirrini hech kim aytmagan. To'g'ri, siz uchun pista quvvatdori, boshqa. O'rtoqlar, bu miyani davosi. Miyani haqiqiy davosi bor-ku. Sizga buni aniq aytishmagan. Ibn Sino nima degan bilasizmi? Miyani ichki tizimini uyg'otib quvvatga to'ldiradi. Miyani o'stirishga, miyani boqishga eng katta vitamin, tabiiy vitamin mana shu narsada bor do'stlar. Millionlarga bolangizni davolatib yuribsiz, lekin aslida miya bilan yurakda haqiqiy dorisi bu do'stlar. Haqiqiy. Lekin buni 4 xil mizoj bo'lsa, 4 xil tabiatli insonga 4 xil munosabatda ichish mumkin do'stlar. Buni ham o'rgataman. Oxirigacha ko'ramiz, layklarda yamaymiz. Xo'p, serjahl tez harakat odam sut yoki qatiq bilan yesa juda ham yaxshi bo'ladi. Tez harakat qiladi, jahli juda ham uzoqali bir jahl qiladigan odam, nervli odamlar buni sut yoki qatiq bilan tuyib turib iste'mol qilishni tavsiya qilgan do'stlarim. Biz ham tavsiya qilamiz. Agar ortiqcha vazn, bosh og'rig'i, uyquchan odamlar, bo'shashgan odamlar bo'lsa, buni asal, dolchin yoki zanjabil bilan aralashtirib yeyishni tavsiya qilamiz do'stlarim. Uchinchisi, ishchan yoki jismonan sust. Ishga boradi, lekin jismonan sust, tez xafa bo'luvchi, jizzaki odamlarga, ko'p o'ylaydigan odamlarga buni limonli iliq suvlar bilan yoki oddiy pistani tuyib turib iliq suv bilan yutishni tavsiya beramiz do'stlarim. Juda ham mo'jizasi yuqori bo'ladi, shifo Allohdan. To'rtinchisi, yurak urishi juda ham tez, hayajoni yuqori, tezda hayajonlanib ketadi. Energiyasi zo'r lekin, ammo tinchligi yo'q. Yuragida miyasi tinchlanolmaydi. Bunaqa odamlarda pistani limonli suv yoki namatak choy bilan qo'shib turib, aralashtirib ichishni tavsiya beriladi do'stlarim. Ko'ryapsizmi do'stlarim, pistani qanchalar yuqori sirlari mavjud. Shifo topinglar, gazini bosinglar, omad.